Assalomu alaykum ko'rurman. Bu filmni ko'rishdan burun ko'zingizni 5 sekund atrofida yumib, o'zingizning kulimsiragan holatni o'ylang. Ko'zingizni ochganchag'la kulimsirashning chehrangizda paydo bo'lganini his qildingizmi? Shundoq. Badandagi har bir harakat va sizim cho'ng ming harakatning mas'uli. Mutlaq ko'p qism siz his qilgan past tarafdagi qo'rqinch, azob, besim, kasallik qatorliqning hammasi yushirin ongning cho'nqur qatimni beslab qolgan uchur va aslimlardan keldi. Xuddi sizning 5 sekund o'zingizning kulimsirashni o'ylagan vaqtingizda chehrangizda kulimsirash paydo bo'lganga o'xshash bishorat eng tez va bevosita holda sizning yushingizga ta'sir ko'rsatadi. Aktiv va to'g'ri bo'lgan bishorat ko'rsatmasi cho'ng miyangizga kirgizilsa, yushirin ong tezlikda buni qabul qildi. Agar yushirin ong bu aktiv va ijobiy bishoratni qabul qilsa, tafakkurda o'zgarish bo'ldi. Tafakkurda o'zgarish bo'lgan ekan, u chog'da harakatda o'zgarish bo'ldi. Bishorat oldin yuz beradigan ishlarga nisbatan ko'rsatma degan ma'ni bildirdi. Siz ko'zingizni yumib, cho'nqur bir nafas olgandan keyin o'z-o'zingizga men eng yaramliq, shundoq men eng yaramliq, men eng kuchli deb so'zlab beqing. Bedeningizda qanday o'zgarish bo'ldi ekan? Balkim bu chog'da sizning vujudingizga bir xil ko'rinmas kuch yig'ilgandek bo'ldi. Biroq sizning har doim o'zliksiz holda o'zingizga bishorat berib, yushirin ongga nisbatan g'idiqlab elib berishingiz mumkinligi nihoyat oz bo'ldi. Lekin yushirin ongdagi beslab qolgan bishorat sizning salomatligingiz ham sizning bir umrlik turmushingizga ta'sir ko'rsatdi. Bir qatim bir yosh ayol psixolog Freudni izlab keldi. Uning bir qo'li tamlatga bo'lib ketgan bo'lib, ziyod og'rib ketganlikdan uy ish qilolmayotganligini Freudga aytdi. U ayolning qo'liga qarab yiqib, qo'l, muskul va nervlarning saqligini, fiziologik masala yo'qligini bayqaydi. Biroq fiziologik masala yo'q ekan, cho'qim u ayolning ongsiz his qilishi o'zini kasal bo'lishini umid qildi ekan degan yakunni chiqardi. U aslida yolg'iz qiz bo'lib, ota-onasi kasalman ham meyib. Aynı şarayetde u çoqum atasının aldığı xəbər edişi zarur. Biroq bireylen onunğa toy təklif qilishini qo'ygan. O qabul qilishni bilmay oxirida munosabatni uzgan. Munosabat uzilgandan keyin uning qo'liga tamrak chiqib qolgan. Uning to'y qilib o'choq bo'lishni o'ylashi, yana ota-onasining oldin xabar edishdek ikki o'tirliqda tanqislik qilish tufayli dadisidan bezor bo'lish sababidan bunga chidab sabr qilib kelgan. Oxirida yigitni ayrish tufayli bu xil ichki qismda besilib kelgan hissiyot bevosita fiziologik holda ifodalanib qo'l tamraksiz aylangan. Shundoq qilib u ish qila olmaygan bo'lgan. Bu sababli ota-onasining oldin davomli xabar edish majburiyati qolmagan. Demak, yushirin ongdagi besilib qolgan bishorat bu qizni kasal qilib qo'ygan. Mana bu misoldan shuni ko'rilish bo'ldiki, bishorat odamning ongdan boshqa harakatga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Oddiy qilib aytganda, nurg'un odamda birayri beyaram bo'lsa, men kasal bo'lib qolgandimmi nima deb o'z-o'ziga bishorat qilgan nachar odat bor. Lekin doktorxonaga kirsa unda kasal yo'q. Lekin kunlarning o'tishiga ergishib, to'xtamay shu ishni o'ylab, o'z-o'ziga bishorat berib, o'zining gumon qilgan, ham shu xil kasalda bo'lgan alomatlar badanda aniq ifodalangan bo'lib qoldi. Mana buni biz o'z-o'ziga bishorat berish deb ataymiz. Buni bizdagi tilisang toparsan degan so'zga yig'incha qilsak bo'ldi. Amaliyotda o'z-o'ziga bergan to'g'ri bishorat odamni texnik sog'lom qildi. Lekin ko'p holatda biz noto'g'ri bishoratni qabul qilamiz. Shunga har qachon bishoratning ta'siri uchraganda sovuqqon bo'lishimiz kerak. Masalan, birayimiz beyaram bo'lsa, men kasal bo'lganman emas, balki doktorxonaga berib, haqiqiy ahvolni bilgandan keyin ondan ahvol qarta ish qilishimiz kerak. Biz qanday vaqtda bishoratning ta'siriga eng ko'p uchraymiz? Biz mayli ko'chada yoki oilada xizmat bo'lsin, har doim bishoratning ta'siriga uchrab turamiz. Masalan, televizor ko'rganda kinodagi ma'lum bir personaj yo so'z harakati yoki kino ishi bizga ta'sir ko'rsatadi. To'g'ri e'lon ko'rganda e'londagi gap so'zlardan bizning biror o'xshashligimiz bo'lganda bizda shu aman menda shundoq kasal ba o'xshaydi degan ong paydo bo'lib qoldi. Ham qarlarcha shu xil dorizni setib olamiz. Shundoq so'dgalarmi dal shundoq bishorat orqali mollarni sotadi, ham tashviq qildi. Kinoda berilgan bishoratmi dal ma'lum bir muddani singdirish uchun ishlatildi. O'ylab boqayli, moda nereden kelgan bo'ldi? Endi moda iqim bizga eng ko'p qabul qilgan bishoratdan kelib chiqadi. Nurg'un odam kiyib olgan kiyim sizga shu amman ta'sir qildi-da, sizmi shundoq kiyinishni yaxshi ko'rib qolasiz. Amaliyotda moda bo'lmaydi. Dal shu xil kiyim yoki shu xil narsaning ta'siri ko'p uchrar sababidan moda iqim shakllanib qoldi. Xuddi bizda bir mazgil Turkiya kinolar avjidab, Turkiya mollari moda bo'lganga o'xshash. Amaliyotda xoslik odamni teg'imi go'zal qildi. Deganlarim rostmi yoki yolg'onmi? Biz bir oddiy bir tajriba ishlab boqaylik. Endi bizniki bu tajribaga 4 odam qatnashdi. Qani biz tajribani ko'rib boqaylik. Qani, bu yoqqa kelinglar. Başlanma. Evet, yaxshi endi men qaranglar.
Nəhayət yaxşı. Əmdi, bizniki bu yerdə bu yoq 3 aylanga, mən bu sahnaga chiqishdan burun, bu yoqqa dal menga sahna tajriba boshlanishdan burun, bularga menga aqonlik qilib turinglar deb bu 3 yiga men qandoq turishni men o'rgatgan. Lekin bu yoqqa men hech qanday gapni qilmagan. Siz nima uchun o'ngsulga egilsiz? Nima ishqa o'ngsulga egilsiz? Men sizga o'ngsulga egiling deb deganman. Yo'q. Nima ishqa egilsiz undaq bo'lsa? Ha? Cavab beremeyapsınız, shundaymi? To'g'ri. Mana bu biz ko'p miqdorda bishoratni qabul qilib olganda, ya'ni ko'p holatdagi nurg'ilgan odam nima ish qilsa, men shunday qilishim kerak degan sababdan dal shu do'stimizga o'xshash boshqa nima qilsa shuni do'rab boqadigan ishlar bo'ldi. Dal shunday qarilarcha modaga ergashgan chog'da shunday boshqalarning kulgisi qildigan ishlar yuz berdi. Bu tajribamiz oyoqlashdi. Bu tajribadan shuni ko'rilishga bo'ldiki, nurg'un odam sirtdan qabul qilgan bishoratni nihoyat tezda qabul qilib oldi. Ham shunday liniya bo'yicha ish qildi. Shunga biz bishorat qabul qilganda bizga mush ish mos kelamdi yo'q. Shuni o'ylab qilishimiz kerak. Bo'lmasa abayqa do'stimizga o'xshash kulgi qoldigan gap. Bishoratni o'zimiz qabul qilishdan boshqa yana boshqalarga maqsadli holda bishorat bergan bo'ldi. Masalan, Dangliq Fox shirkati 40 minutlik bir bishorat xarakterlik kino ishlab chiqqan. Kinoning har 1 minutlik yerga kolaning ismini kirgizib qo'ygan. Arts ishikdan chiqilgan ko'rinish bo'lsa, ishki kola deb yozib qo'ygan. Arts ichilgan ko'rinish bo'lsa, ichimlik kola atalgan. Shunda qilib ko'zga ko'rinmas kolaning e'loni 40 yerga kirgizib qo'ygan. Film tükkandan keyin nurg'un odam chiqili kola ichgan. Ham burun kola ichishni yaxshi ko'rmaydigan odammi kola ichgan. Bu misoldan shuni ko'rilishga bo'ldiki, odam bevos ko'rgan narsadan bekroq sirtdan qabul qilgan narsa odamning yushurin enga ta'sir qildi. Bilamsizki, nurg'un dangliq shirkatlar setish bilimida maxsus qanday qilganda setishni tezlatkir bo'ldi degan masalalar so'zlandi. Ham shu to'g'risida dars so'zlandi. Bu bir taktika, lekin hammasi yana bishorat berish orqali setishni tezlatkir bo'ldiganligi ishindi. Dangliq marka e'lon taqsiga rang hammasi ma'lum bir bishoratni ifodalab berdi. Shundaq atrofimizdagi ba'zi savdogarlarni bishorat ustida desak oshirayotgan bo'lmaymiz. Ba'zi savdogarlar bizdagi mushuq yuchuqdan foydalanib mollarni ko'plab sotdi. Ham nihoyat jiq foyda oldi. Masalan, biz doim anglaydigan asli bahasi 10 ming yuan edi. Zavod qurilganligini tabriklash yuzasidan faoliyat olib bordik. Hozirgi bahasi 3 ming yuan. Mushundaq bishoratlar bizni qaymoqtirib qo'ydi. Ham shundaq o'xshaydi deb u molni nihoyat tezda setib olamiz. Bu yerdagi zavotimizning qurilganligini tabriklash yuzasidan degan so'z hargizmi oddiy gap bo'lmasdan, balki sizga nurg'un gapni qisqartib bergan bo'ldi. Sizga tushuntirib qo'yay, siz mushu so'zni anglagan emas, sizning kallangizda aks etilgan bo'lsa, bu zavod yangi ish boshlabdi. Shunga hozir bağın tushirib xaridor to'plamoqchi bo'pti. Shunga hozir setib olmasan keyin faoliyat oyoqlashganda voice deb qolman degan o'y keldi. O'ylab beqing. Agar sizga zavodimiz yangi ish boshladi, shunga siz hozir tizdan setib olmasangiz, faoliyat oyoqlashganda qolmaydi. Shunga tiz setib oling deb bishorat bersa unumi yaxshi bo'ladi yoki boshqa deligandek bishorat bersa unumi yaxshi bo'ladi. Bu yerda ishlatilgani bo'lsa, boshqaning ichki hissiyotiga bevosita ta'sir berish usuli. Nurg'un shirkatlar mushu xil usul bilan setishni tiziltidi. Kunlar o'tib biror do'stimiz biz 3 ming yuanga olgan molni 2 ming yuanga olgan bo'lsa, biz yana o'zimiz boshqa qabul qilib olgan bishorat bo'yicha asli 10 ming yuan edi. Men faoliyat vaqtida 3 ming yuanga olgan. Sen olgan bilan mening olganimning bahasi o'xshamaydi deb yana o'z-o'zimiz bishorat beramiz. Bu yerdagi yuqori baho bizga ishonch degan bishoratni berdi. Har doim bizning kallamizda qimmat narsa yaxshi bo'ladi degan ang bo'lg'achqa biz shu bo'yicha ish qilamiz. Savdogarlarni bizning dal mushu yuchuqimizdan foydalanib turib, mollarni ko'plab sotdi, to'xtamay faoliyat olib bordi. Qani, rostmi yoki shunaq emasmi? Biz bir tajriba ishlab boqaylik. Nihoyat yaxshi. Undaq bo'lsa biz tajriba boshlaylik. Buni og'zini ichiga. Og'zini ichiga. Tecrübeden tayyorligimiz bitdi. Biz hozir endi yana bir odamni bu taklif qilamiz. Qanimga kirgan? Bu yoqqa chiqing. Bu yoqqa chiqsangiz bo'ldi, ha? Teshqim. Nihoyat yaxshi. Birisiga hozir siz bu yerda turing, ha? Hozir birsidagi Aysiyaniki
ichimligi. Yana birisi Abidaning ichimligi. Mush ikkisiniki qaysi Abidaniki, qaysi Aysiniki men ayirib biram. İchib qipasiz bo'ldi. Birisi mavu 6 ko'ylak Aysi mavu 3 ko'ylak Abida. Ha? Qaysi Abidaniki, qaysi Aysi Manınğa hazır Aysini qo'shdim qarang. Mani Abidan qo'shdim. İkisinin qanday farqi bor ekan? Birisi gazlıqqa, birisi gaz azga. Birisi gazliqqa, birisi gaz azga shunday qo'y. Ya'ni ta'mda qanday o'zgarish bor ekan? İkisinin pek o'xshib ketmaydi ekan. O'xshib ketmaydi ekan. İkisini qanday o'xshib ketmaydi ekan? Masalan, ta'm jihatida tilni qo'rish jihatida o'xshamadi ekan. Hamda ikkisini ta'm ya'ni gazliq shunday qo'y. Gaz jihatida o'xshamaydi. Aysiniki ichim ta'mlikmi yoki Abidaningmi? Sizce? Abidanning ichimlik ta'mlikka shunday qo'y. Hamda Aysinikini yana bir qatim ichib beqing. Ama Aysinikini ani siz oyoqqa tutqizib qo'yib, mana ichib beqing. Endi Abidan ichib beqing. Eshitdingizmi? Hech qachon ichivering ha. Endi yana bir qatim deb beqing. Ikkisiniki qaysi ta'mlikka? Tilingizning bir iqtidorini bir sinab boqayli. Aysiya ta'mlikmi yoki Abidaningmi? Abidan. Nimishqa? Chunki bizning yurtimizda ishlaganligi uchun shunaqa. Chet elning mahsulotlari ancha yaxshi emas, shunaqa. Bizning yurtimizda ishlagan. Amaliyotda men sizga bir og'iz gapsam, 2 yil Aysiya yesam ishlamsiz. Ha? İşlemsiz. İşlemiyor. İşlenmeysiz shunaqa. İşlenmaslik sababingiz nima? İkisinin ta'mi o'xshashmaydi ekan. Qat'iy o'xshashmaydi, shunami? 100% o'xshamamdi. Ha? Ya külmey bana cevap verin. 90% o'xshashmaydi. 90% o'xshashmaydi. Nəhayət yaxşı. Endi siz mayaqdagi ikki do'stingizdan so'rab beqing. Amaliyotda bir Aysimi yoki birisi Abida, birisi nima? Ha? Qandaq? Siz javob beringlar. Amaliyotda ikkisi o'xshash Aysi. Koloni Abidaningki suyini, yermini mayaq ichyapti. Aysining suyini may ichyapti. Amaliyotda ikkisini men qo'shib berdim. Tövendeki tecrübeni görüp hayran kalgansınız. Hem külgünüz kelgende. Nurgun çağlarda biz başta kubul kılıp olgan bişaret yanında en çok tesir güçlüydü. Bu yakınki tunca qatim köygen vaktiki bir Aysi bilen bir Abidanın içimligini köygen çağırdaki kubul kılıp olgan bişareti bolsa iki içimlik dep kubul kılıp olgan bişaret. Hem de muşu biz delil ispatını köz tutsak mı? Bula karşılarının kalırsa yanla 90% okşamaydı diyen bizge bir cevap verdi. Bunun yüzünü neymi? Yani özü kubul kılıp olgan bişaret en çok rol oynaydı. Hem de bu tecrübemiz mi ayaklaştı? Çünkü sana buldu.